Agar menga qo'yib bersa, siz ingliz tilini olib tashlagan bo'lardim. Men hech kim emasman. Hech kim bo'lmagan inson hamma narsa bo'la oladi. Qobiliyatini aniqlamagan yoki uni nazariga ilmagan jamiyat nimani yo'qotadi? Biz tug'ilamiz va yashayotgan har bir hayotimizdagi vaziyatlar bizni tug'ilgan holatimizga qaytish uchun beriladi. Men umuman o'ylagan Maftun Arabayevni hayotda umuman boshqacha Maftun bo'lib chiqqan. Kechqurun barni uxlamaydi, o'ylab chiqadi. Ijod qilayotganimdagina yashayotganimni his qilaman, ijod qilayotganimdagina erkinlikni his qilaman, ya'ni chegarasizlikni his qilaman. O'zida qancha tanlov ko'paysa, shuncha yashash qiyinlashadi. Xudo sendan hamma narsani qo'lingdan olib qo'ysa, sen unda kimsan? Hamma narsa qilib ko'rib, hech narsa qo'limdan kelmagandan keyin oxiri qo'limdan keladigan ish qilib ko'rganman. Nima deb o'ylading deganlar. Bizlar seni yaxshi ko'ramiz. Sen butun dunyo sevishga majbur emas. To'g'ri, noto'g'ri ekanligini bilish uchun u noto'g'risini ham ko'rish kerak. 1 2 3 motor. Chernobelida chiqadi. O'tgan hafta podkastimizni admin bo'lganiga eng katta sabab va yagona sabab nimaligini bilasizlarmi? Men bilaman. Chunki men Maftun Arabayevni YouTube'dagi videolarni ko'rmay kelganim. Bugun ishimni qildim. Va videolarni ko'rib keldim. Endi qayda boramiz? Shantaj videolarim turibdi hali. Shantaj videolar. Biz обычно oxirida salomlashamiz. Unda oxirida ko'rishamiz?mi? Oxirida ko'rishamiz. Beyonsiga o'xshashingizni aytishganmi? Men Barno Muqimovani yaxshilab o'rgandim va hamma podkastlarini ko'rdim. Kompromatlarni tayyorlab keldim. Va u ingliz tilini o'rganishiga sabab ingliz tilida erkin qo'shiq ayta olish xohishi bo'lganini bilganimdan keyin ingliz qo'shiqchilaridek obrazda unga yoqishga harakat qildim. Zo'r, u ishingizni qilibsiz. Men sizni çok sevdim dedi. Zo'r, Maftunchika zo'r. Oh, buncha qiyin siz bilan tarbiyali bo'lib o'tirish. Xullas, men bitta e'tirozlarim bor. E'tirozdan emas, savoldan boshlaylik. Xo'p. O'shani zo'r qiziqardi, info povod bo'lardi. Xo'p, menda savol. O'zi bizning podkastimizni vazifasi odamni qobiliyati hayotida muhim narsa ekanligini tushuntirib berish. Va xuddi mana shu yo'lda men Barnoni ham ko'rganman. Ya'ni o'zini qobiliyatini aniqlagan va buni ichida suza oladi. Ya'ni to'siqlari yo'q, erkin, maza qiladi, lazzat oladi, unga bu yoqadi. Endi qobiliyatini aniqlamagan yoki uni nazariga ilmagan jamiyat nimani yo'qotadi? Mana savolingizga savol bilan javob bersam bo'ladimi? Maftuna, siz o'zingiz qanaqa qobiliyatingizni aniqlagansiz? Hamma narsa qilib ko'rib, hech narsa qo'limdan kelmagandan keyin oxiri qo'limdan keladigan ish qilib ko'rganman. Mana siz birinchi formuladagi elementni aytdingiz. Hamma narsa qilib ko'rgansiz. Har xil sohalarda sinab ko'rgansiz. Lekin men o'ylayman, 80-90% odam hamma narsa bitta o'xshamasa narsa odam mayli deyishi mumkin. 2 ta, 3 ta, 4 ta o'xshamagandan keyin ko'plar yaxshiroq bu karom sho'rvan deydi, umuman nima qiladi? Give up qiladi. Taslim bo'ladi. Olg'a yurmaydi. Endi keyingi element kerak bizda formula yaratishimiz uchun o'xshavermaganda o'sha sohalarda qanaqa qilib yana o'zingizda kuch topgansiz? O'sha narsa qobiliyat. Ya'ni qobiliyatda sevgi o'lmaydi. Qayerda ko'rsam, telefoningizda ko'rsangiz skrinshot qilasiz. Ko'chada ko'rsangiz uzoqroq tomosha qilasiz. Agar qobiliyatingizga aloqador mavzu bo'lsa, xuddi ovqatga to'ymagandek ko'proq o'sha narsaga talpinasiz. Chunki qobiliyatda charchoq yo'q. Qobiliyatda majburiyat yo'q va qobiliyatdagi soha, kasb, oqimda faqat erkinlik bo'ladi. Shuning uchun qiyin bo'ladimi? Bo'ladi. Hamma narsada muammo bormi? Unda ham bo'ladi. Lekin bizning nazarimiz unga muammo bo'lib ko'rinmaydi. Mana misol uchun, ertalab aeroportga soat 5 da turish kim uchundir muammo emas-ku? Ko'pchilik uchun muammo emas. Ya'ni siz точно bilasiz, samolyotda siz sayohatga uchyapsiz. Boshqa nima deydi, o'zingiz yangi emotsiyalaringiz uchun uchyapsiz. Malol kelmaydi, lekin ertalab hovli supurishga soat 5 da uyg'otsin. Yoqmaydi. Ya'ni jarayon o'zgaryaptimi? Yo'q. Holat o'zgaryaptimi? Yo'q. Munosabat o'zgaryapti. Qobiliyat, maqsad o'zgaryapti. Chunki uni orqasida unga yoqadigan narsa borligini biladi. Qobiliyat uchun yurilayotgan yo'lda ham uni orqasidagi qiziqish, olov, gazni doim bosishga yordam beradi. Qarshilik bo'lsa ham, ustidan kulishsa ham, o'xshamasa ham yana kuch paydo bo'laveradi.
o'shani uyishimni qilib keldim. Azizlar, Maftun Do'raboyevnani bir podkastlarida 3 ta yo'l bilan qobiliyatni aniqlasa bo'ladigan degan bitta podkastingiz bor ekan. U yoqda Sandersni o'sha KFC'ni ochgan insonni referens qilib bergansiz. 65 yoshida shu narsani boshlagan deb. Endi ko'p fikrlaringizga qo'shilaman, lekin o'zimni 2-3 ta gaplarimni ham qo'shmoqchi edim. Yana izohlar qismida kutib qolamiz. Siz bu fikrlardan qaysi biriga qo'shilasiz? Demak, 65 yoshida u inson KFC'ni o'sha retsepti bilan kelishiga sabab bo'lgan narsa aslida bu narsani juda ham yaxshi ko'rgani bo'lmagan. Tovuqlarni juda ham yaxshi ko'rgani uchun bo'lmagan. Balki u ishxonasiga keladi, ishxonasiga kelganda 65 yoshga to'lganda bo'ldi, seni pensiyaga chiqardik, endi sen ishga energiyang yetmaydi deb ishdan ketkazib yuborishgan bo'lganda. Keyin u o'tirgan, mana endi sizni aytayotgan formularingizdagi narsalar ishga kirishni boshlaydi. Bu narsa baribir ham kerak. Ya'ni o'tirgan, o'zini audit qilgan. Biz o'zbekchada aytganimizda o'zini o'zi tahlil qilgan, o'tirib, analiz qilganda shu narsani tushunganki, uni har doim qo'ldan yaxshi kelgan narsa o'sha bulardan qolgan retsept bo'lgan. Men nimani yaxshi bilaman degan, tovuq pishirishni yaxshi bilaman degan. Butun dunyo bu narsani tatib ko'rish kerak degan. Chunki uyga kelgan hamma mehmonlar bu narsani tushunay qilganda hamma kompliment etgan. Voy, zo'r chiqadi-da, sen buni sotishing kerak degan. O'sha narsa miyasiga kelib qolgan. Men o'ylayman, o'sha qobiliyatni ochilik deb turganda turtki bo'ladigan oxirgi formuladagi element bu ehtiyoj. Kuchli va tabiiy ehtiyoj bo'ladi. Ilojsizlik. Qaysi ma'noda ilojsizlik, lekin ilojsizlikni bu negativ narsada ko'rish kerak emas. Ya'ni bu aslida men o'ylayman, hayotda yaxshi va yomon narsani ham insonlar o'zi beradi. O'shanga ma'noda. O'tirgan, audit qilgan, qarasa unda shu narsa zo'r o'xshar ekan, borgan 100 dan ortiq restoran unga chiroyli tushuntirib yuborgan. Aka, qo'ysizchi, boshqalarga yoshingiz yo'qmi? 100 ta spetsiya qo'ya. To'g'ri pishiramiz ham. Boring, qarchilikka taylaning, ishlaringizni qiling deb to'g'ri tushuntirishgan. Lekin u inson mana sizdek hamma narsani qilib ko'rganman. Give up qilmaganman deysiz, taslim bo'lmaganman deysiz. Bu juda ham muhim element. Ya'ni o'sha haqiqiy tabiiy ehtiyoj, tabiatdan 2 litr suv iching, shunaqa ehtiyoj keladi, bitta joyga mehmon bo'lib kirib chiqishga. Ya'ni aytmoqchiman, bu tabiiy narsa-da, buni fake qilib bo'lmaydi. Talant. Masalan, boshqa misol keltirardim. 9 oydan keyin tug'ishingiz kerak, sizda уже vыбор yo'q. Hech kim onam qornida qolib ketmagan deydi-yu. Xolismi yo'qmi bu narsani? Xuddi shunaqa. Amalga oshirish kerak. Ishini qilmanmi? 5 bahomi? 2 ta like. Da. Like bosaringlar, iltimos. Shu gap ekan. Xo'p, o'zingizni yo'lingizni so'raylik, chunki hozirgi kunda virusga o'xshab tarqayapti. Ingliz tilini o'rganish, ehtiyoj bo'lsa bo'lmasa. Va umuman Barnoni bu yerga chaqirishimdan ham maqsad nima bo'lgan? Bu uslub. Sizdagi uslub menga yoqqani. Ya'ni ingliz tilini o'rganishda "Mana bunaqa qilsang tezroq yodlaysan, xotira mashq qil, miyani kuchaytiradigan mashq" deb emas. Bu senga o'zi nimaga kerak? Imtihonga kirishgan bo'l, 5,5 oy bo'ldi, u yoq senga вообще kerak emas. Ma'badga kirish uchun kerak bo'ldi. Ya'ni agar maqsading haqiqiy bo'lmasa va sen o'sha maqsad uchun o'zingda kuch topa olmasang, qancha kuchli instrument va qancha kuchli o'qituvchi bo'lsan, bu havoga ketgan vaqt hisoblanadi ekaningizda. O'qituvchini ham shunaqasi bo'ladimi? Tinchgina darsni o'tib tushuntirib ketavermaydimi deb o'ylayman. Men siz o'quvchilaringizni nafaqat ingliz tilini o'rgatishga, balki maqsadini aniqlashga ham, shaxs sifatida rivojlanishga ham fokus qaratganingiz ajablantirdi. Siz bilan ko'rishganimizdan keyin, bir marta uchrashganimizdan keyin bu qizni ichida ingliz tili o'qituvchisidan tashqari bitta faylasuf qiz borligini ham ko'rdim. Shuncha bilim, shuncha znaniya, shuncha informatsiyada yana baribir ingliz tilida qolgansiz. Nimaga yo'nalishingiz o'zgarmayapti? Men ko'proq sizni bunda erkinroq ko'rdim, nimagadir. Chunki siz qobiliyat bo'yicha ekspertsizda. Bitta gap bor-ku, senga qarab turib, "Nima bu ish qilmayapsan, nima buni qilmaysan" deydigan odamdan xafa bo'lish kerak emas. U inson ichingda yotgan talantlarni ko'rib shunchalik achinadiki, sen shu narsani ko'rmayotganingdan, senga "Uni nima qilmayapsan, buni qilmayapsan" degani u koyish emas. Aksincha, u inson shu narsalarni ko'rib bilgani uchun hayron bo'ladi-da. Bizga bo'lsa nimagadir ba'zi bir insonlarga, hammaga demayman, o'zidagi narsa ko'ziga ko'rinmaydi. O'zidagi qobiliyatlar ko'rinmaydi.
qadrlamaydi, norma deb o'ylaydi. Unda hech kimning qo'lidan kelmaydigan ish kelsa ham bu norma. Odam o'zidagi bor hamma narsani norma deb o'ylaydi. Aslida ichki imkoniyat, ichki quvvat eng katta lazzatli hayotga yo'l. Maza qilib yashash uchun yo'l. Mana boya aytdingiz-ku, Maftuna, o'zingizni qobiliyatingizdan, to'g'ri yo'ldan, o'zingiz yo'lingizdan ketayotganingizda charchash bo'lmaydi, energiya bo'ladi, maza qilib qilasiz dedingiz-ku. Menda o'zi ingliz tiliga bo'lgan yo'l nafratdan boshlanganda. G'alati bu narsa, lekin bir necha podkastlarda aytganman, aslida bu juda ham katta alamdan, nafratdan boshlangan yo'l edi. Ya'ni hayotimdagi yagona va bir dona va birinchi to'rbahoyim ingliz tilidan bo'lgan. Ingliz tilidan bo'lgan. Ya'ni men ingliz tilini sevaman, o'laman, nimagu degan narsadan boshlanmagan bu narsa. Balki nimaga shunchalik men tupoymanmi? Shunchalik past oldimmi bal degan qanaqadir bir negativ hisdan boshlangan. Ya'ni butun dunyoga kerak bo'lsa isbotlab qo'yish men qo'limdan keladi. Endi bu narsani men yomon narsa demayman. Yana hozir aytaman, o'sha faylasuf Barno kelgan bosqichda menda label yo'q, olib yopishtirishdan. Bu yaxshi, bu yomon. Hammaning o'zining yaxshisi bor, hammaning o'zining yomoni bor. Vijdoningiz bu narsani regulate qiladi. Vijdoningiz yetgancha yomon bo'lasiz, vijdoningiz yetmagancha yomon bo'lasiz va hokazo. Mana nima bo'lgan, butun dunyoga isbotlab qo'yish, hammaga isbotlab qo'yish, shu narsa meni benzinim bo'lgan. Masalan, siz Mercedes Benzsizda, eng zo'r Volkswagen siz bilmadim, zo'r mashinasizda, lekin siz o'zingizga 85 benzin quyasiz. Arzon benzin quyasiz. Nafrat, bir nimaga kimgadir dokazat qilish, isbotlab qo'yish ham xuddi bir qimmatbaho mashinaga arzon benzin quyishga teng. Joyga yetib borasizmi? Yetib borasiz. Lekin qanaqa ahvolda yetib borasiz? Bu уже keyingi savol. Ya'ni maqsadingizgacha biz juda ham ko'p, siz ham mana bilamiz misollarni. Maqsadim millioner bo'lish, maqsadim bunaqa qilish deydida yetib boradi. Lekin orada insult ham bo'lishi mumkin, infarkt bo'lishi mumkin. Qanaqa sog'liq bilan yetib boradi? Unga nima bilan narx to'laydi? Oilasi bilan narx to'lashi mumkin. Farzandlariga kelaylicha vaqt ajratmaslik bilan to'lashi mumkin. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsam, o'zimizga baribir qimmat benzin quyishimiz kerak. Ya'ni bu narsani men qanaqa tushunganman? Nima ma'noda qimmat benzin? Haqiqiy qalbingdagi sababini, qalbingdagi maqsadingni topish kerak. O'tgan kuni O'zbekistondagi eng zo'r katta infoproduktlar qiladigan prodyuser bilan ko'rishdim-da. Muloqot bo'lyapti. Audit qilyapmiz meni. Muloqot bo'lyapti. Mana Barnopa, siz faqat ingliz tilini aytasiz, ingliz tilidan tashqari study habits degan narsalar bor. O'qish, nima, pomodoro texnikalari, maqsadlar haqida gapirmayapman, bilasizmi deyapman. Bu narsalar meni kursimda уже allaqachon bor deyapman-da. Masalan, goal setting degan darsim bor. Maqsad qo'yish. Hammasi ingliz tilini fonida ketavergan. Da, ingliz tili kerak, lekin nimaga ekanligini aniqlamagan inson qiladi, lekin maqsadiga ham yetadi. O'sha 8ni ham oladi, 9ni ham oladi, lekin nima uchun shuncha o'zim qiynadim? Nima uchun shuncha shu maqsadga erishishga harakat qildim? Dedi-da, ichida bir bo'shliq bo'ladi. Bo'shliq. Ya'ni mana mashina olishga harakat qilamiz. Xo'p, oldik, maza qilaman deb o'ylagandik. Xo'p, lekin nimaga birovlarga ko'rsatish uchunmi? Kimdir voy malades shunaqa opti deyish uchunmi? Xuddi shunaqa men o'zimdagi keysni esladim. Bizda menda rassomchilik bo'yicha ko'rgazma qilganman 17 yoshimda va O'zbekistondagi birinchi eng yosh akademiya tomonidan ko'rgazmasi o'tkazilgan shov-shuvli proyekt bo'lganman. Va o'shanda butun muzeyni odam bosgan, hamma meni olqishlagan boshqa, lekin buni tagida onam meni chizish ertaga kelgan sovchiga meni qizim rasm chizadimi deb aytamanmi deb aytganlarda, bu xuddi qanaqadir sharmandali kasbdek eshitilganda, keyin yo'q, men buni zo'r narsaligini, buni orqasida muvaffaqiyat bo'lishi mumkinligini isbotlayman deb davleniya bilan ishlaganman va o'sha ko'rgazmadan keyin 2 yil qo'limga kesish qolmaganman. Chunki o'sha narsaga yetib borgandan keyin dal shu kunda bilmaysan. Mana qayerga ketyapman, o'zim nima qildim hozir? Xo'p, mana chiqdim. Endi nima qilmoqchiman? Yo'q. Bu juda katta depressiyaga olib ketadi. Jamiyatimizda ham
nimadirga isbotlash yoki mana shu kasbni orqasidan erishaman deb o'zini majburlab erishadi o'sha narsaga. Lekin shuni judayam ko'kka ko'tarib yashaydi o'sha holatini, o'sha qahramonligini. Mana bunaqa himoya qilib yashaydi. Misol, $10,000 ga olgan mebelini hali ham saqlaydi. Chunki uni juda qattiq mehnat evaziga olgan, juda og'ir mehnat evaziga olgan. Qobiliyat orqasidan kelinadigan pulga, energiyaga, natijaga biz bog'liq emasmiz. Biz jarayonga bog'liqmiz. Jarayon lazzat beradi, jarayondan kuch olamiz, yana yo'qotgan joyimizdan восстановление olamiz, yurib keta olamiz. Sizda qanaqa bo'ldi? Agar menga qo'yib bersa, siz ingliz tilini olib tashlagan bo'lardim, deydi-ku. Chunki sizda tushuntirib berish kuchli. Bu ingliz tili bo'ladi, fransuz tili bo'ladimi, matematika bo'ladimi, sizda bu o'xshaydi. Gap sizda odamga yetkazib berish qobiliyati kuchliligida va qarama-qarshingizdagi insonni his qila olishingizda. Nima uchun hali ham ingliz tilidasiz unda? O'zgartirib ko'rgan, u bo'ladi. Выгорание degan narsa bor, yonib qolishlik deydimi o'zbekchasida. Professional insonlarni kasali hisoblanadi. Bu emotsional выгорание, ya'ni judayam bo'ldi, o'qitish meniki emas, charchadim, butun umr shuni qilamanmi degan holatlar bo'ladi. Aldamayman, kasbni sevishni romantiklashtirmayman. Bu narsa eng sevgan insoningizdan ham to'yasiz-da. Masalan, oyimni o'lgidek yaxshi ko'raman, lekin bolalardan ham to'yasizlar-ku. Mana farzandimizni ham o'lgidek yaxshi hayotimizdan ortiq yaxshi ko'ramiz, lekin ba'zida ozgina tinch o'zimiz o'tirgimiz keladi va bu narsa normal holat hisoblanadi. Biz slishkam romantiklashtirib yuboramiz-da. Kasbini sevuvchilar, men ishonchim komil, Elon Musk ham chetga chiqib ozgina so'kib turadi ishini. Ya'ni hamma o'z kasbini sevganlar, sizlar uni hayotini nechidir foizini ko'ryapsizlar internetda-da. Kadr ortida nimalar bo'lyapti, выгорание bo'lyaptimi? U narsani aytish kerak. Men yana blogimda nima narsa yaxshi ko'raman, yaqinda post qo'ygandim, ko'rgan bo'lsangiz, Instagramdan charchadim degan post. Ya'ni yolg'onlardan qanaqa bo'lsa shunaqa ko'rsatinglar. Xo'p, mayli, tushunaman. Hamma narsani ko'rsatish kerak emas. Men ham shu narsani tarafdoriman. Ba'zida даже o'zimni hayotimni rashk qilaman. Ya'ni yettiyot begona insonlar ko'radi. Qanaqa ko'z bilan ko'radi bilmaysiz, to'g'rimi? Ba'zida onamni ko'rsatishni rashk qilaman. Ko'rsatgim kelmaydi, jiyanlarimni nima bo'pti? Va bu narsani normal holat deb hisoblayman. Mana unaqa bo'ldi deb hamma narsani ko'rsatavermaslikni. Endi sizlar ko'radigan narsa, ko'rgan narsanglar, kasbni sevayotgan ustozni ko'ryapsizlar. Yana mana bunaqa narsa bor. Maftuna hozir chuqurlashamiz. Biz dual dunyoda yashaymiz-da. Masalan, oy va quyosh, oq va qora, kun va tun, yaxshilik va yomonlik, to'g'rimi? Qanchalik dual dunyoda bitta tomonga qarab ketar ekanmiz, tеневая сторона deydi. Qora tomoni, uni shunchalik kuchli ikkinchi tomoni bo'ladi. Ya'ni kasbini bilinglar, bu narsa bor narsa, bu biologiyada ishlaydigan narsa, dopamin bilan tushuntirsa bo'ladi. Bitta narsani qattiq sevgan inson shuncha aytadi-ku, nafratdan sevgigacha 2 qadam deydi-yu, agar bir qadam bo'lmasa, bosh narsa rostdan bor narsa-da. Ya'ni ma'mitida turibsizlarmi, o'ta sevib, ya'ni tayyor bo'ling. Emotsional выгорание ham bo'ladi. Xuddi sizni holatingizda 2 yil qo'limga ola olmadim deyapsiz-ku. Ya'ni siz qattiq bir nimani sevdingizmi, o'zi to'g'ri harakat qilish kerak, o'rtada turishga. Ya'ni zolotaya seredina, sweet spot deydi ingliz tilida. Oltin o'rta deydimi? Harakat qilish kerak, lekin biz insonmiz. Har doim ham o'rtasida turish to'g'ri qo'limizdan kelmaydi. Menda ham bo'ladi. Kasbimni o'ta sevib ichkariga kirib ketaman, boshqa narsalarni unutib yuboraman. Zalga borish, o'rtoqlar bilan ko'rishish, bekorga vaqt ketkazish deb tuyuladi-da, lekin tushunaman. Bundan keyin dopamin yami bo'ladi. Dopamin shunaqangi tushib ketadi. Shunaqa paytlarda men o'zimga zo'r instrument topdim. Bu miyamni ishlash prinsipi. Bu nafrat o'tib ketadigan narsa. Aslida hozir men juda ham katta tepaga dopaminni oshirib yubordim. Qanchalik tepaga koptoni ochsangiz, shunaqa kuch bilan u pastga tushadi-da. Bu даже fizikaning qonuni. Dopaminni shunaqa otib yubordimmi, hozir ketidan tayyor turib, buni hali narxini to'laysan deyman-da. Dabdarangni chiqadi. Lekin chiqqandan keyin o'ylama, bu butun umr davom etadigan narsa-da. Necha marta bo'lganman nima Maftuna. Bo'ldi, yig'ishtiraman, kerak emas, teaching nima, necha yildan beri shuni qilyapman. Maktab paytimdan beri teaching qilyapman. Bo'ldi endi 2 yil teaching qilib, noliydiganlarni ko'rsam aytaman, men haykal qo'yish kerak ekan deyapman-da. Lekin siz dars berishni boshlaganingizda hali hech qanaqa ingliz tili bo'yicha onlayn maktablar bo'lmagan edi. Bo'lmagan. Даже учебный centrlar kam bo'lgan. Juda ham kam bo'lgan.
siz boshida o'zingiz kimnidir uchun sentrda ishlashdan boshlagansiz-ku, to'g'rimi? Da. No, men sразу bilganman, men o'qituvchi bo'lmoqchiman. Xo'p, unda ingliz tili o'qituvchi bo'lmaganingizda kim bo'lishingiz mumkin? O'qituvchi bo'lardim. Yana o'qituvchi bo'ldingiz. Yana o'qituvchi bo'lardim. Tushuntirardim. Chunki tushuntirishni yaxshi ko'raman. coach. Balki coachingdir, qaysidir ma'noda уже coach ham bo'lgandirman balki. Men faqat shu narsadan maza qilaman siz bilan. Bu bilan bitta men maza qilmayman, hamma maza qiladi. Bu temada gapirganingizda ko'proq gapirsin, oxirigacha cho'zilsin debdi. No, baribir buni siz ham men ham yaxshi bilamiz. O'sha missiyadagi hayotga, bu hayotga kelish vazifamizni topgunimizgacha bo'lgan yo'lda biz hamma narsaga ha deyishdan boshlaymiz. Ingliz tilini yaxshi bilaman, bo'ldi. Ha, men shundan boshlayman. Onlayn maktab ochaman, bo'ldi. Hozir qo'limdan keladigan narsam shu. Ya'ni qo'lingizdan keladigan narsalarning masshtabi oshib boradi va siz o'zingizga shunchalik yaqinlashib, o'zingizni tanishni boshlaysiz-da. O'zingizni tanish jarayonini hozir qaysi etapidasiz? Voy, juda chuqur. Uzoqdan olib keldingiz-da. Men senga deb ichkariga. Okey. Hozir men SGVda miyam bilan buni hazm qilishga ozgina vaqt ketadi. Hayot o'tgan sari o'zimizni yaxshiroq tanishni boshlaymiz. Chunki ko'p narsalarni ko'rishni boshlaymiz. Va hozir qaysi etapidasiz? O'tgan yili menimcha eng katta etaplardan bittasida bo'ldim. Ertalab bukvalni uyg'onib, o'zimga bergan savolim, sen o'zi kimsan? Sen o'zi kimsan? Masalan, qo'lingdan, ayniqsa Covid menga qattiq ta'sir qilgan bo'lgan. Izolyatsiya, o'zingiz bilan tanishishga ko'proq vaqt bo'ladi. Chunki mana Daniel Kahnemanning kitobi bor-ku, noise degan, shum. Shovqinda yashaymiz-da, shovqinli dunyo, telefon, reelslar, TikToklar, juda ko'p kontent, odamlar, biz shovqinli dunyoda yashaymiz-da. Aslida o'sha qishloqlarga ketib, internet hech narsa yo'q bor joyda halovat ko'proq, chunki yo'da ko'proq o'zingizga yaqinroq bo'lasiz-da. Bu narsani ham praktika qilish kerak. Savolingizni unutganim yo'q, uzoqdan sekin olib kelaman, bilaman. Ya'ni men o'zi kimman? Qo'limdan kasbim olib qo'ysa, teaching, sen o'zingni va men o'zimga sen mana shu teacher rolida assotsiatsiya qilyapsan. Ustoz rolida assotsiatsiya qilyapsan. Xo'p, Xudo sendan hamma narsani qo'lingdan olib qo'ysa, sen unda kimsan degan savolni berdim. Bo'ldi, meni keyin nakrit qildi. Men o'zi kimman? Wow. Butun umr shu rolda, shu kostyumda yashagan ekanman. Ustoz rolda yashagan ekanman. Keyin iltimos, meni romantiklashtirmanglar. Men ham urushaman, so'kaman, xafa bo'laman. Yomon odatlarim ham bordir. Tam ko'proq uxlab yorishim mumkindir, to'g'rimi? Masalan, aytdim sizga kechasi ko'p uxlabman debda. Ya'ni romantiklashtirish kerak emas. Biz ham o'zimizni romantiklashtirib yoramiz-da. Ketaman, "Wow, men o'zi kimman?" Keyin shu narsani o'ylab yururdim. Javob topgandek bo'ldim. Men hech kim emasman. Menga qiziq javob. Men hech kim emasman. Hozirchami shunda? Hech kim bo'lmagan inson hamma narsa bo'la oladi. Men ham xuddi shu savolni o'zimga berganimda, bundan 2 yil oldin, xuddi shu Covid paytida, men farzandlarim uchun ona ekanman, turmush o'rtog'imga ayol ekanman, qaynonamga kelin ekanman, ota-onam bolasi, o'zim uchun kimman men? Men o'zimga nima bera olaman? Bolamga mehr berar ekanman, qaynonamga xizmatimni, ota-onamga zabotamni berar ekanman. O'zimga nima beraman degan savol bilan uchrashganimda menchi shunaqa yashagim kelmay ketgan, bilasizmi? Bu chuqur savol maqtana. Hammanda o'zimni u yog'imdan aylantirib uraman, bu yog'imdan aylantirib shunaqa bundan oldin ham bir shunaqa bo'lganmanda, o'lsam, o'lim haqida o'ylaganimda shunaqa tupikka kirardim-da, hech nima qilmadim-ku. Bu ham xuddi shunaqa, men o'zimni topmadim, nimaga bo'tdi, nimaga nafas olib chiqdim, nimaga ovqat yeyapman, buni tagida nimadir vazifa bor-ku. O'shandan keyin tushunganman, hayotingda hech narsa qolmasa nima qilgan bo'larding degan savolga men ijod qilgan bo'lardim. Men hech bo'lmaganda может bir varaq kitob yozardim, может rasm chizardim, qanaqadir ya'ni yaratardim nimani. Ichimda bor g'oyani, kayfiyatnidir, hisnidir yaratardim qog'ozda degan javob olganman. Men o'zimni o'shandan keyin men ijodkorman, bo'ldi. Zo'r javob. Zo'r. Ijod qilayotganimdagina yashayotganimni his qilaman, ijod qilayotganimdagina erkinlikni his qilaman, ya'ni chegarasizlikni his qilaman. Shuning uchun men o'zimga shuni galchka qildim, ya'ni shartlilikni olmadim. Sen ayollarning qobiliyatini aniqlashing kerak, jamiyatni uyg'otishing kerak. Uxlab yotgan o'zbeklar stereotiplarga bo'kib qolgan, undan chiqarish qonunini bilasizmi? Uyg'ongan insonlarning qonuni yo'q. Uxlayotganlarni uyg'otma. Aytdim-ku, uxlayotganlarni uyg'otma.
ular o'zi uyg'onishi shuni kerak. anaqasidan endi biz pafosniyku ana nima vazifa bilan nima uchun bu Ha, sohani chin. tanlading desa krasnoy lentочкалada aytishimiz kerak. Man o'zbek ayollarini uyg'otaman, qobiliyatini imkoniyati borligiga ishontiraman. Aslida shunchaki o'zimni topganimdan keyin bu ehtiyoj o'ldi. Ya'ni qizil bantga ehtiyoj o'ldi. Shunchaki qo'limdan nima kelsa Молодец. atrofga sochaman. Yegan yesin, yemagan o'zi biladi-da. Вот mana shunda yengil tortdim. Siz klubga qabul qilindingiz. Ulg'ayganlar klubiga xush kelibsiz. Mana shunaqa deb o'ylayman. Ulg'ayish, ya'ni bu kibrni sindirgansiz, egoni sindirgansiz. Ya'ni o'zimizni kimdir, nimadir deb atashimiz, assotsiatsiya qilishimiz ham o'sha rolga bog'lanib qolamiz-da. Ha. Bog'lanamiz. Masalan, men zo'r ustozman, men nomer 1 ustozman. Shu narsaga bog'lanaman-da, shu narsani mendan yaratgan olib qo'yishi mumkin. Olgandan keyin shunaqa depressiya bo'ladi. Ya'ni men hech narsaga bog'lanmaslik, menga hech narsa tegishli emasligiga rozi bo'lganman. Hech kim emasman. Kerak bo'lsa ofitsiant ham bo'la olaman, kibrimdan voz kecha olaman, kerak bo'lsa tualetda ham yurishim mumkin. Bilmayman ertaga nima bo'ladi. Bilmayman. Men hech kim emasman. O'sha mindset meni ancha ulg'aytirgan, chunki men hech kim emasligimni tan olganimda, men hamma inson bo'lishim mumkinligini tushunganman. Chunki men bunaqaman-ku degan narsa bo'lmaganda. Meni ya'ni xayolimda qolgan narsa juda ham o'sha ofitsiantlik qilib yurgan paytimda o'sha teachingdan break oldim. O'quvchilarim kelyapti-da, men ularga kofe olib kelyapman, fartuklidaman, dasturlar artyapman. Voy, ustoz g'alati bo'lar ekan. Biza ustoz degan odam bizga ofitsiantlik qilib, lattalar bilan artib yursa deganda g'alati bo'lmay aytayapman. Har bir inson dunyoga xizmat qilish uchun kerak kelgan-ku. Mana siz ham missiyangiz bor. Bolalaringiz oldida missiya bor. Har bir insonda chumolini missiyasi bor. Hammani missiyasi bor. Bu normal holat. Buni topganingizda boshqa bir hayot etapiga o'tarkansiz. Qanaqadir yengilsizda xullas. Men birinchi marta siz bilan ko'rishganimda, men to'g'risini aytaman, "Voy, men missiyalaringizni ko'rmaganman" deb salal deganman. Ko'rganman, menga juda ham men bor uzr, lekin haqiqatni aytaman, pafosning mashqa tuyulganda. Слишком anu pafosni odam ekan deb keyin men jinni bo'lib qolgan narsam o'shanda o'tirib obed qilganimizda mana shunaqa deyilgan. Endi bilmadim qanchalik ruxsat bor bu gaplarni aytishga podkastingizda bilmadim. Men rostdan jinni bo'lib qolgan narsam, "Wow" deganman sizga. Mana qildim, o'ylardim, men buncha tilla olganimda mana bunaqa bo'ladi deb. Mana bor hammasi, lekin ichimda anu narsa yo'q-ku degan ketganman. Birinchi marta uchratgan insoniga inson shunchalik ochilishi mumkinmi? Inson shunchalik shu narsalarni tan olib aytishiga qanchalik duh kerak? Qanchalik egosini sindirgan bu. Men umuman o'ylagan Maftun Arabayevni hayotda umuman boshqacha Maftun bo'lib chiqqan. Mana yana bitta life hack. Internet yolg'onchi-da, to'g'risini aytaman. Internet yolg'onchi-da. Internetdan sizni ko'rgan diva, anaqa deb o'ylashmi, lekin aslida lekin вообще shu narsalarni tilda ayta olayotganingizga qanchalik jasorat kerak unga, qanchalik duh kerak bu narsaga. To'g'risida. Rahmat. Yo'q, buni addushi aytaman. Yo'q, rahmat. Men ham samimiyligi uchun xursand bo'laman. Просто savol esimdan chiqib qoldi keyin mana. Endi Maftun Arabayevga men platniy podpiska etdim. Ertalab har kuni uyg'onganingizda men sizga dumaloq video qanchalik chiroyli maftunkorligingizni aytadigan platniy podpiska Miss Barnoda. Mana sizga yangi biznes ideya. Chunki addushi aytaman-da. Rahmat. Wow, qarang, esingizda sochingizni qanaqa maqtagandim. Yo'q, qaranglar buni sochiga. Bugun ham eshitdim. Eshitasiz, ko'p yana eshitasiz. eshitish uchun bugungi podkastni ham atmay qilib. Joy sog' bo'lsin. Maza. Xo'p, endi ozgina Mavzuga qaytsak. Mavzuga qaytsak emas, o'zimga qiziq narsadan so'rab olsam. Podkast bahonim. Men bilaman. Ota-ona, qadriyatlar, o'zbek oila, undan исключение odam emassiz, istisno emassiz. Hammasini ichidan chiqqan ayolsiz va shu bilan birga qanday qilib bu oiladan ekologik, mustaqil yashaydigan insonga aylandi? Stereotiplar qani?
axir stereotip emasmanmi? Nimaga hujumidan omon qoldingiz demoqchimanda. Nimaga Ha. sizga qiziq bo'lmadi? Odamlar qo'li bilan ko'rsatishi yoki munosabatda qing'irlik qilishi, alohida yashash haqida o'zlarini noto'g'ri tushunchalarini bayroq qilib olib chiqishlari yoki nasihat qilishlari. Nimaga bu narsaga ko'z yumdingiz, omon chiqdingiz? Nima bor edi ichkarida? Buni stержeni nima edi? Halollik. Birinchidan manimcha oyim stereotipligi nima bo'lmaganlar. To'g'ri, stereotiplar qurboni bo'lganlar. Qiz bolani qanaqa qilib AQShga yuboramiz, aynib ketadi, bo'lmaydi, mahalla nima deydi, keyin san erga bera olmaymiz. Shunaqa gaplar bo'lgan. Men g'ir tipichni o'zbekcha mahalladanman. Oyim labziyliklar, adam ko'kchaliklar. Bor, bizda ham mahallamiz o'zbekcha, lekin o'zbekchalikda ham go'zallik bor-da. O'ziga yarasha aytolmadim. Meni hozir hayotdagi prinsip u yoqqa ham bu yoqqa ham ketmasligiga harakat qilish. Chunki kuchli ketib qolsam, orqamdan tapchiqqa keladi otilibda. Oyim menga doim o'qi deganlar, ishla deganlar. Men aytaman, bir kun ishxonamda bitta erkak kishi bo'lardi, konkretniy izdevats qilardi. Yig'lab kelganimda eng birinchi katta sabog'im oyimdan olgan, nima deb o'ylading deganlar. Asalim shakarimni boshingdan silab o'tiradi deb o'ylaganmiding deganlar. Biz ota-onamiz, ulasanga kim deganlar. Nima kutganding deganlar. Chего ты ожидала deganlar. Nima deyapsan? Hozir xo'p, mayli bolam, sen oppog'imsan. O'sha ishdan sen qadding yetishmadi desam, men yomon ona bo'laman deganlar. Chunki bu hayotingda o'tishing kerak bo'lgan обязательный etap. Baribir hayotingda kimdir sendan nafratlanadi. Baribir kim uchundir sen yomon bo'lasan. Menda ham bo'lgan, adenda ham bo'lgan, hammada bo'ladi. Lekin hozir sen shu narsaga taslim bo'lsang, keyingi surayotgan bo'lasan. Baribir bu narsadan o'tasan-ku deganlar. Maktab talabasiman, tasavvur qiling. Birinchi hayitga uchradim, katta hayitga ishxonada. Men uchun bu drama-da. Bu end of my life. Bundan yomon narsa yo'q. Конечно, men onamdan kutganman. Voy, o'syolim meni shakarim, sen o'zi zo'rsan, do'mbog'im. Odamlar qadringga yetmadi deyiladi deb o'ylaganman. Lekin oyim menga konkretni shunaqa gap aytganlar. Nima deb o'ylading deganlar. Biz seni yaxshi ko'ramiz. Seni butun dunyo sevishga majbur emas deganlar. Nima deb o'ylading deganlar. Birinchi rozviy ochkili o'shanda yechilgan. Aha deganman. Demak, baribir inson uydagi muhitdan kelib chiqib, boshqa joyda ham shu narsalarni qo'llaydi-ku, to'g'rimi? Xo'p, okey, shunaqa ekan, lekin bu narsalar kuchli qildi ekan. Qaravma, sen ham osib ketibdi deydi, semirsan ham semirib ketibdi deydi. Nima qilsan ham insonlarga yoqmaysan. Men to'g'ri o'zimni yo'limda ketyapmanmi? Tam o'g'irlik qilmayapmanmi, xiyonat qilmayapmanmi? Odamlar xafa qiladigan narsa aytmayapmanmi? O'zimni yo'limda, o'zim tushunganimcha to'g'ri ketyapmanmi? Menga nima qizig'i bor? Nima qizig'i bor? O'shanda uy olib alohida yashashga boshlaganimda ham bo'lgan narsa shu bo'ldi. Qiz bola o'zi alohida yashayapti. Unaqa qaysi pulga olgan, buni sponsori bor. Ketganman, adam olib berdilar. Adam shunaqa millioner. Adam hammasini qilib beryaptilar. Nima desam ham yoqmasdi. Unaqa desam ham yoqmaydi. Ketyapman, lekin bu hayotimni men yashayman-ku. Men yaxshi jamiyatga bo'lsam ham kim uchundir yomon bo'laman. Men o'zim bilamanmi, men kimman? Buni filtri tugamaydi. Men o'zim bilamanmi? Oynaga qarab, чисто сердечно ayta olmayman. Men seni qabul qilaman, yaxshi ko'raman deb spokойно ayta olmayman. Oldinglarda ham ayta olmayman. Men seni sevaman. Bo'ldi. Qolganlar nima deydi? Nima deyman endi? Men bir narsani tushundim-da. Misol uchun yer o'zini o'qani atrofida aylanadi. Strelka soat aylanadi, quyosh, hattoki baklashkani qopqog'i hamda. Hammasi bir xil tomonga aylanadi. Ahamiyat bering, bir xil tomonga, o'ng tomonga. Hattoki Kabani ham atrofida shu aylana bilan aylanamiz. Va bu bir tushungan narsam, bu qanchalik fakt yoki fakt emas, biz tug'ilamiz. Va yashayotgan har bir hayotimizdagi vaziyatlar bizni tug'ilgan holatimizga qaytish uchun beriladi. Wow, zo'r narsa aytdingiz. Biz o'sha bolani, o'sha shaffoflikni, o'sha soflikni, o'sha hech qanday aqlsiz ishonchga biz tayyorlanib o'shanga qaytib kelar ekan. Qanaqa harakatlarda bizda hozir kritika kuchayib ketdi, psixologiya, siz biz ham bu temada gaplashamiz. Bu yerda haqiqat qolmayapti, hamma informatsiyalar bir-biriga qarama-qarshi ishlayapti. Men o'ylayman, daraja bor. Qaysidir darajada bab o'sha bilimlar bilan ko'tarilamiz. Kimnidir u uslub uyg'otadi, kimdir bu uslub, kimdir dinda uyg'onadi, o'zini topishda.
baribir hammasi o'sha strelka uchun xizmat qiladi. Sen o'zingni anglashing va o'zingni topishing uchun mazmun, tiriklik mazmuni o'zingni topish. Hamma joydan biz o'zimizni qidiramiz. Balki oxirida kelib bekorga qidirganimizni anglaymiz. Doim shu yerda bo'lganimizni. Aslida o'zimizda hammasi bo'lganini va buni tushunib yetish uchun biz o'sha aylanadan o'tishimiz kerak ekan deb bizani nomukammalligimiz aslida mukammalda. Bizani nomukammal qilib, gunohkor, anaqa qilib yaratganligimiz-yu, aslida mana shu minuslarimiz bilan biza mukammalmiz-da. Biz bo'lsa ko'ylaveramiz, ko'ylaveramiz. Mana bunaqa jamiyatda og'rig'i bor-ku, suv iching. Rahmat. Og'rig'i bor-ku, san deydi. Xato qilma deydi. Xato qilmaslik uchun o'qi, xato qilmaslik uchun ustoz top, xato qilmaslik uchun duo ol va hokazo deymiz. Endi savol, xatolarsiz qanaqa qilib mukammallik mavjud bo'ladi? Yana o'sha mukammallik, birovni kallasidek mukammallik, men kallamning mukammalligi to'g'ri kelmasligi mumkin. Yo'q, xatolar insonni o'sha mukammal qiladi-ku. Yana o'sha to'g'ri, noto'g'ri ekanligini bilish uchun u noto'g'risini ham ko'rish kerak-ku. Shablon yo'q-ku. Faqat shu to'g'ri degan narsada. Kasb tanlashda ham, qobiliyatni aniqlashda ham bizda bir nechta kasb bor. O'qituvchi, injener, buxgalter, vrach, yana mana shunaqa shablonlar borda, bo'ldi. O'sha shablondan tashqari nimadir? Yana o'sha shablonga qarab, men bu narsaga qiziqaman, значит, doktorlikka topshirsam kerak-da, odamlarga yordam berishni yaxshi ko'raman, vrach bo'lsam kerak-da. Yo'q. Ko'p o'zi aslida-da. Insonga yordam berish uslubi faqat vrachlikda emas-ku. Men aytaman, qobiliyat bu faqat o'sha tochkada o'sha 7 ta kasbga xizmat qiladigan yo'l emas. Agar sen zo'r kino tomosha qilasan, uy bekasisan, ham maza qilib kino tomosha qilasan, o'sha kinoning sujetlarini his qilasan ichingda. Bunaqa bo'lsa, undan ham zo'r chiqardi, bunaqa bo'lsa, bundan ham zo'r chiqardi deysan. Lekin tagida senda zo'r ssenarist yotibdi, может operator yotibdi, может rejissyor yotibdi-da. Biz buni nima deymiz? Bekorchisan, ertalabdan kechga televizordagi yotasan, qiladigan boshqa ishing yo'q. Bu ham aslida stereotip. Bizani o'sha ramkani ichiga chiqishadi. Yo'li. To'g'ri, zo'r gap aytdingiz. Kechqurun Barno uxlamaydi. O'ylab chiqadi. Kim maftuni telefon qiladi soat 2 da. Kim maftuni so'q beradi. Barno uxla deydi. Barno lekin yana qiladi. Lekin o'sha oltin o'rtalik ham bor deb, mana rassom ustozim aytgan edilar. Nima uchun rasmlarga ramka ilinadi? Wow. Nima uchun rasmga ramka ilinadi? Chunki chizilgan rasm bu boshqa dunyo. Rasmdan tashqari boshqa dunyo. O'shani chegarasi bu ramka. Wow. Ya'ni sen erkinlikda, istalgancha telbalikda yashashing mumkin ijod vaqtida. Keyin senga bu dushman bo'ladi. Shuning uchun aqldan ozganlar, misol hayotini eng katta xavfga qo'yibdi, to'g'ri? Mana jinnixonaga boring, ularning aqli o'chgan. Tomdan tashlashni ham biladi, qo'rqmaydi. Ko'p aqlli o'shatdi deb o'ylayman o'zi. Aslida shunaqa, lekin aql bu xavfsizlik-ku, bizni himoya qilib beradi-da. Misol, svetofor qizil ekanligini ko'rsatadi, rulda 70 dan oshmasligini ko'rsatadi. Va ya'ni aql himoya, zashita qiladi bizni. O'sha sen istalgancha telba bo'l ijod davrida. Keyin baribir narigi dunyo bilan o'zingni svязingni uzib qo'yma, tark etma. Baribir moddiy dunyodasan. To'ppa-to'g'ri. Baribir biz material dunyodamiz. Men tarki dunyo qilib, baxt Volkswagen'da emas deymiz. To'g'rimi? Lekin xohlaysan-ku. Nimaga? Sabab nima? Baribir biz shu yoqdamiz-ku. Ya'ni bu narsadan во-первых, birinchidan uyalish kerak emas. Ya'ni masalan, o'sha ko'p pul topsa bo'ldi degan narsa, ya'ni yomon narsa deb bu narsaga qilish kerak emas, demonizatsiya qilish kerak emas bu narsani. Sizda imkon ko'payadi. Maktab ochishingiz mumkin, bilim berishingiz mumkin, ko'proq insonga tarqatishingiz mumkin. O'zi aytayman-ku, Maftuna mana bitta mashhur psixoterapevt bor-da, AQShlikda. Juda ham katta celebritylar unga murojaat qiladi. Aytadi, bitta seans o'zida insonni qanaqaligini, nima travmalari, nima uni trigger qilishini bilish mumkinmi dedi. Endi maya qiziq bo'lib ketyapti. Endi pulli kanal qilish kerak. Qanaqa bilsa bo'ladi. Menga shunaqa baza berdi-da o'sha insonda aytadi. Meni seansimga kelgan inson bitta narsaga yopishib olib, qaysi narsani ko'p aytadi. Baxt puldan emas, pul emas bu baxt, deyaptimi? Bilamanki, deyapti.
xuddi shuni g'irt teskarisi unda muammo bo'ladi deyapti. Ya'ni shuning uchun mana boya aytgan narsam, biz dual dunyoda yashaymiz. Oq va qora, kun va Shunda tun. tushunishim bo'yicha kim nima haqida ko'p gapirsa, o'sha unda yo'qligidan qiynalyapti. Bir tomonlama bo'lib qoladi-yu. Ochiq fikrlamaydi. Bir tomonlama, masalan, Moddiyatdan voz kechgan, bu tomonga o'tib ketgan. Lekin unda balans buziladi. Endi sal buziladi agarda u birinchi o'sha millioner bo'lib, shu narsa baxt pulda emas degan gapni aytish kimga yarashadi va kimga to'g'riroq, birinchi pul topib qo'ygandek, million dollar topgandek tushungan baxt unda emas degandek. Qanaqa mas ketyapman-da, masalan, siz ajdarho mevasini yemagansiz-da, masalan, nima aytyapman bilasizmi? Maftun ajdarho mevasini mazasi mana bunaqa bo'ladi. U mana bunaqa ichida kichkina qitir-qitir narsalar bor, yeyotganingda qitir bo'lib bir ajoyibsan. Sen yeb ko'rmaguningcha tasavvur qurasan, lekin u narsani yeb ko'rish boshqa narsa. Shu ota-onalarga ham tegishli. Bolasini mana bunaqa qilsang, mana bunaqa bo'ladi deb o'rgatishadi-ku. Xatodan qo'rqitish. Lekin o'sha xatoni o'zi tushunmagunigacha buni xohlasa ham tasavvur qila olmaydi. Unga qo'rquv deb qarolmaydi. To'g'rimi? To'g'ri, lekin ota-ona ham yomon ma'noda aytmaydi. Ota-ona mavzusida bo'lsa ham jamiyat mavzusida. Juda keng. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan fikrim, bitta narsani bizga aytilsa ham, masalan, pul baxt pulda emas deydi. Birinchi shu narsani qilib bo'lgandan keyin anglab yetgan odamning gapini vazni og'irroq bo'ladi-da. Bu narsani qilib ko'rmagan odam aytsa 0 gram, 10 gram, 100 gram bo'lishi mumkin. Amaliyotda 2 tonna, 5 tonna bo'ladi, chunki u bosib o'tgan. Endi o'sha inson bizga kelib turib maslahat beradigan bo'lsa, o'sha inson bizning ko'zimizda avtoritet bo'lsa, balki gapiga kirish kerakdir. Lekin yana aytaman, hayotda o'sha opitni, experience-ni bosib o'tib, o'zi tushunmaguncha, uni mazasini baribir tushunmaydi insonda. Mana rivoj piramidasi bor-ku. Maslow piramida. O'sha piramidada ketadi bu yoq. Sen birinchi bunga xizmat qilasan, keyin buni topasan, keyin buni topasan deb. Xuddi shuni Lazzat Hamov podkastida nomi bor edi, eslolmayapman. Boshqa bir buni ko'pchilik bilmaydi dedilar. Lekin bundan ham oson yechim bor. Sen kimga aylanmoqchi bo'lsang, kimga o'xshamoqchi bo'lsang, shunaqa insonlarni krugiga kir. Etap o'sha narsalarni yashab o'tish, o'sha inson, o'sha etapga krugiga kir. Dunyoning o'zi shunga aylanishni boshlaydi. Endi okey, o'sha piramida etapida o'zini bosqichma-bosqich o'stirmoqchi, lekin o'zi kim? O'zi kirakash. Va atrofidagi do'stlari kim? Ular ham kirakash. Ular nima haqida gaplashadi? Benzin, gaz, mashina narxi oshgani, negativlar haqida gaplashadi. Qanaqa qilib sen rivojlanasan u dunyoda? Bunaqa davra bilan qanaqa rivojlanasan? Eng zo'r yo'l shunda o'zingni o'shadan yulginda, kimga aylanmoqchi bo'lsang, o'shatga bor. Choy tashuvchi bo'lib borasanmi? Pol artuvchi bo'lib borasanmi? Bor. Atrofingdagi boshqa bir shablonni ko'r, avtomatik o'sasan. Ya'ni mana bunaqa zina emas, balki o'sha insonga aylanish uchun avtomatik senda shu dunyo paydo bo'lishni boshlaydi. Ularga o'xshab kiyinish, ularga o'xshab gapirish, ularni tilini tushunish, bilim darajasiga chiqish xohishi boshlanadi. Naushnikda eshitasan ularni qanaqadir gapirgan gaplarini, tarjimasini yoki tahlilini deb aytganlarda haqiqatdan ham men farzandlarimni kimga aylanishini xohlasam, men o'sha hayotni oilamda berishim kerak ekan deb tushundim. Bolam o'zi men deylik uy bekasiman. Qo'limda uy bekalarni haqorat qilmoqchi emasman. Bu shunchaki bu eng katta missiya Maftuna. Meni anaqam tanlovim. Men birinchi qilishni bilaman. Bolalarimni uxlatishni, kirini yuvishni, dazmol qilishni bilaman-da, lekin uni muvaffaqiyatli bo'lishini xohlayapman. Uni 40 ga 30 ga kirganda muvaffaqiyatli insonlar ichiga qo'shganimdan ko'ra, hozir unga muvaffaqiyatli hayotni bersam, u shundoq ham shu shablonda katta bo'ladi-ku. To'g'rimi? Ya'ni endi yana o'sha sal ziddiyat bo'ladi-da. U jamiyat aytgan muvaffaqiyat shabloniga to'g'rilashga harakat qilamiz yo'q? Yo'q, mana siz o'zingiz sevimli kasbda ishlayapsiz. Siz o'zingizdan maza qilyapsiz. Ertalab xursand uyg'onyapsiz. Hamma narsaga ulguryapsiz va bola shu hayotni ko'rib shunaqa yashash kerakligini o'rganadi. Ya'ni u ham o'zini sevimli kasbini topadi, o'zini hurmat qilishni o'rganadi, qayerdadir yo'q deyishni, qayerdadir chegarasini qo'yishni o'rganadi va buni ko'rib ulg'aygan bolani mana biz bunga mana bunaqa qilib keldikda, qaysidir etaplardan o'tib keldikda, ular shu bilan tug'ildi.
u yog'i shundoq ham oson o'tadi ulardan. Ya'ni biz bir umr harakat qilgan narsaga ular shu bilan tug'iladi, endi bizdan ham ko'proq narsa qila oladi. O'zi uchun insoniyat missiyasi uchun nimadir qila oladi deb o'ylayman. O'zi har bir ota-ona o'sha bitta mostni o'tib berishda vazifasi. Sizni farzandlaringiz o'zini farzandlariga bitta mostdan o'tib beradi. U yana dalshi xuddi davom shunaqa. etaveradi. Xuddi shunaqa. Agar to'xtashni tanlasam, ular meni darajamdan boshlash kerakligini tushundim. Tushundim sizni. Endi Endi tushundingiz, ya'ni men kasbimni qidirishda to'xtab qoldim, ular ham kasbini qidirishdan boshlaydi. Agar men kasbimni Qayerdan ko'rsin unda boshqada? ha, Qayerdan ko'rsin? Uyida ko'ryapti-yu. dunyosisiz-ku, oilasiz Eng ko'p vaqtini mana o'sha psixoterapiyada ham nega hamma narsa yoshligiga kelib taqaladi, faqat yoshlikdagi travmalar jonga tegdi deb bir xil so'kadi. Xo'p, ularga 16, 17, 20 yoshinggacha ko'chada yashamading-ku. Oilada yashading-ku. Qayerdan ko'rasan unda? Xuddi shunaqa. Hozir mana 4 yoshli o'g'lim professional darajada qarmoq ov qilishni biladi. Men kecha videosini boshidan oxirigacha 1 minutni ham uzmasdan oldim. 4,5 kiloli baliqni o'zi tutdi. 4 yoshli bola. Professional kruchoklarini ishlashni biladi. Mani bitta wish listimdagi entry shu baliq tutish. Nima? Chunki bu bola esini tanibdiki, dokumentalniy film ko'radi baliqlar haqida. Что men uni yaxshi ko'rgan narsasiga shans berayotganimni ko'ryapti-ku. Erkinlik beryapman-ku, yaxshi ko'rib, balki uni ertaga yo'nalishi o'zgarar. Sevgisi boshqa narsaga burilib ketar. Muhimi hozir buni yashashga qo'yib beryapman-ku. Shuni evaziga u 25-30 ga kirganida baliq ovini yashab berib, keyin nimadirga o'tmaydi-da, hozir tezroq o'ziga yetib boradi. Keling, mana shu yerda zo'r insight bo'ldi. Mana qobiliyat va kasb bu bir-biriga bog'liq narsalar emas deylik. Ya'ni masalan hozir zo'r narsa aytyaptilar. Qobiliyatini aniqlagan inson kasbni xuddi ramkaga olib ilib qo'ygandek bo'lmaydi-da. Kasbni o'zgartiraverasiz, lekin qobiliyatda 11 xil qobiliyat bo'lar ekan. Men tanlab keldim. Muzikalniy qobiliyat, analitikaga bo'lgan qobiliyat, u faqatgina bo'ldi. Doktorlik meni qobiliyatim degani emas. Xizmat qilishni yaxshi ko'raman. Service act of service qilish meni qobiliyatim desangiz, u narsani masalan podkastda ham qilish mumkin. Bilim bilan bo'lishyapmiz, kitobni o'qib et berish mumkin. U har xil проявление qilishi mumkin, o'zini har xil manifestatsiya qilishi mumkin. Lekin ichimizda o'sha qobiliyat qoladi-yu. Endi xulagan qobiliyatlarni uyg'otish uchun boshqa narsalar kerak, boshqa faktorlar kerak. Birinchisiga ham deyish kerak. Shunda keyingisi ulab uni ochadi. Va qo'rquv bo'lmaydi-da ularda. Og'rig'iga tayyor bo'ladi. Kecha singlim aytib beryapti debdi. Zo'r reels ko'rdim-da deb. Maryam Xomzada 4 yoshlarda. Kichkina bolani o'tqizishyapti-da, 2 yoshar bolani. Qo'liga har xil narsalar beryapti. Shunaqa moment keldi, ilon berishdi deyapti. Shuni ilonni oldiga bo'ling. Ilonni olib shab turibdi, kemat tushundim deydi. Biz hey deb bolalarga biz qo'yar ekanmiz deyapti-da. Chegarani biz qo'yib beramiz. Shuning uchun biz jamiyatning chegarasidan chiqolmayapmiz. Endi qarang, вообще chegara yo'q degan narsani ham anaqa olg'a surmaymiz biz. Disclaimer qilib qo'yaylik. Mana siz o'zingiz chiqib men qushman deb tasavvur qilib sakray ko'rmang. Siz mana hozir nimadir chegaralaringiz bor. Bor, по-любому. Finansiy, ruhiy, mas'uliyatsizlikni chegaralab qo'ygan. Bundan voz kecha olmaysiz. Farzandlik mas'uliyatdan kecha olmaysiz. Yoki-da, misol. Mana shu chegaralardan butunlay qutuldingiz deylik-da. Hamma narsadan ham ozod bo'ldingiz. Nima qilgan bo'lardingiz? Unda o'lgan bo'laman maqtuna. Men o'ylayman, hamma mas'uliyatdan ozod bo'lgan inson o'lik inson bo'ladi o'sha. Хотя бы sizni missiyasi bor doim. Tug'ilganingizda bor o'sha missiyasi. Boshqacharoq savol beraman. Sizda yaxshi ko'rgan narsangiz uchun absolyutno chegara qolmaydi. Finansiy, kimdir roziligi chegarasi yo'q, hamma narsa okey. Nima bilan shug'ullanasiz? Mana shu savolni dunyoning eng oldi psixologlarini juda ham 90-yillarda qiynagan shu savol. Keyin ular bitta teoriya bilan come up qilishgan. Kelinglar, universal salary degan narsa bor. Hisoblab chiqishgan Yevropada. Bir inson mana shu mas'uliyatlar, finansiy nimalar burdenlar yo'qda, o'shalar bo'lmaganda haqiqatan ham qalb kasbini topishga qanchalik o'zini investitsiya qilardi. Afsuski, bu o'xshamagan.
Bu narsa o'xshamagan. Nima uchun o'xshamagan? Mana hisoblashgan 2,5 ming yevro plus minus ketar ekan Yevropadagi bir insonni bir oyda hech narsaga ehtiyoji bo'lmasdan yashashi uchun. Qani shu 2,5 ming yevroni oylik sifatida shundoq bersak, u inson rassom bo'lgisi kelyaptimi, qo'shiqchi bo'lgisi kelyaptimi, o'sha qalbi istayotgan kasbni toparmikin degan ularda teoriya bo'lgan. Bu narsa o'xshamagandan keyin ular o'tirib yana analiz qilishgan. Tushunishganki, insonga har doim qiyinchilik kerak. Bir nimaga erishish uchun qiyinchilik kerak. Qila olmaysan, o'xshamaydi, qilaman, nimaga menga unaqa deyapti. Insonga har biza dual dunyoda yashayapmiz. Ya'ni o'zida biza hamma narsani perfect bo'lish uchun biologически moslashmaganmiz. Yana o'shani mashhur universe nechidir edi, hozir eslolmayman, eksperiment bo'lgan. Zo'r cho'tqa tushundim. Ya'ni insonni harakatga olib keladigan narsa bu muammo va muhtojliklar. O'sha narsani ichiga kiradigan narsa boshqa muammo, ya'ni inson muammosiz yasha olmaydi. Menda O'zbekistonda o'sha allaqachon millionerga aylangan, men talabam bo'lgan bitta mashhur inson bor edi. Men o'ylardim, boylik emas-da. Hamma narsa bor. Hech narsani o'ylash kerak emas deb. Keyin bir kun darsxonada debat bo'lib ketdi-da, o'sha inson mana bunaqa zo'r gap aytdilar. Aslida boyligi undan ham qiyin. Chunki puli yo'q insonning eng katta motivatsiyasi bor, уже tayyor. Уже hamma narsasi bor odamda ehtiyojli kamroq bo'ladi. Bir nimaga достигать qilish uchun. Aslida zo'r to'q oiladan chiqib, yana ham yaxshiga aylangan insonlarga qiyinroq bo'lgan bo'ladi deyaptilar-da. Chunki ularda уже hamma bazaviy потребности yopilgan. Uyi bor, mashina bor, kasbi bor, pul topishim kerak deb o'ylash kerak emas. Xo'p, unda nima qilaman? Ya'ni dopamin уже chiqishi qiyinroq bo'ladi-da. Chunki dopamin bizani o'sha harakatga keltiradigan neyромediator hisoblanadi. Ularga nabrot qiyinroq ekan. Men o'zim ham darsxonada maftuni ko'p kuzatganman. Bir kun bolani qo'lga chiqib kelaverdilar-da. Yo 15 minutga o'zi darsim o'zi 1,5 soat bo'lsa, keyin urishdim. Nimaga shunaqa qilyapsiz desam, qish oylari dedi. Men akamni kutaman deb kelishlarini dedi. Xo'p, mana kaltik tiqib qo'yinglar kelasizlar desam, yo, meni oyoq kiyim yo'q deganlar. Botinkam yo'q qishda kiyishga. Ular kiyib keladilar, men keyin kiyib ketaman deganlar. Yana shuni hammani oldida aytganlar-da, hamma g'alati bo'lib qolgan, eshityapti, lekin молодец-da o'sha bolada. Mana bizani, men qishloqdan kelib bu yerda ayil so'rganman deyaptilar. Tushunishingiz uchun bizani joyimizda kuniga 2-4 soat maksimum svet berilardi deyapti. Sizlar lyuksda yashaysizlar-ku deyapti. Sizlarda svet bor, hamma narsa bor. Shuning uchun men o'tirmayman, motivatsiya qachon keladi deb. Men motivatsiyam aniq, o'sha dunyodan qutulish deganlar-da. Вообще bolalar shunaqa o'zgargan. Hozir ham o'tiraman, streamda darslarda bo'laman. Yaqinda tushungan narsam, bizani hozirda eng katta muammoimiz bu abundance. O'zbekchada nima bo'lardi? Abundant. Hamma narsaga ega insonda abundance bo'ladi. O'zbekcha pakinuvchat bo'ldi. Ya'ni muhtojlik yo'q, hamma narsa bor deydi, bor-da. Shu narsa bizlarga eng katta muammo bo'lyapti. Mana aytaman, telefoninglar bor, kirdinglar, ko'zinglar ko'ryapti. Banalniy bizga aytilgan narsalar, lekin rostdan ham sizlarni ko'zinglar ko'rayotgani ham bitta katta. Biz prosta уже ko'zimiz ko'r bo'lib qolgan bu narsalarga. Bilim qiyinroq narsa-da, lekin bu narsani chuqur anglagan inson o'zidan o'zi turib ketib harakat qilish boshlaydi. Internet to'la ma'lumot. O'sha hozir bizani operatorimizni gaplashyapti. Asadbek ko'rayotgan bo'lsangiz, assalomu alaykum. Sizga bo'lgan chuqur hurmatim bor. Aytib beryaptilar, qanchalik zo'r productionda videolar olishni boshlaganlar. Prosta o'tirib internetdan ko'rganman. Qayerda o'qigansiz? Sizdagi qanaqa bo'lishi mumkin? Desam, menga eng katta yordam bergan narsa deyaptilar, internetdan ko'rib o'rganganman. Ko'rganman, borganman, qilib ko'rganman. Time lapse 4,5 soat olganlarni aytib beryaptilar. Birinchi marta professional kamera olganlarda tasavvur qiling, kachoklarni ham qo'li og'rib ketadi-da. O'shani ko'tarib, time lapse uchun 4,5 soat yurganman. Qo'limni og'riganini ham his qilmaganman. Men xursand bo'lganman. Yangi o'yinchog'imni sinab ko'ryapman-da, deb deyaptilar-da. Ya'ni hozirgi
paytda biz erkalanib ketganmiz. Men masalan talabalarda ko'radigan narsam слишком erkalanib ketishgan. Hamma narsa bor. O'zida qancha tanlov ko'paysa, shuncha yashash qiyinlashadi. Agar qancha kam bo'lsa, shuncha paradox of choice degan nima bor-ku-da. Tanlov paradoksi. Bu narsani eksperiment ham qilishgan. Mana IELTSda shu narsa menda readingda tushgan. Talabalarga kelishadi-da, aytishadi, mana sizlarga rasmlar, ko'ringlar, qaranglar, xohlaganini tanlanglar-da. 2 haftadan keyin 14 kundan keyin kelasizlar, yoqmasa almashtirasizlar-da deyishgan. Keyin ikkinchi gruppadagi talabalarga aytishgan, mana rasmlar, tanlanglar o'zingizga yoqqanini, lekin hozir tanlab ketishinglar kerak. Shu tanlagan rasminglar sizlar bilan qoladi deyishgan. Keyin birinchi guruhdagilarni 2 haftadan keyin so'rashsa 80% mi deyarli o'zgartirish xohlab qolishadi-da. Chunki biladiki, tanlov bor. Tanlov bor. Aslida biz masalan kofe отделiga kirsak, masalan makaron olmoqchi bo'ldim, hayron qoldim. Shuncha ko'p makaronning xillari bor ekan-da, figuralari har xil. 2 dona bo'lganda kamroq o'ylardim-da. Shuni kelardim, bittasini olardim-da, ketardim. Aslida bizga ertalab tug'ildikmi, turdikmi, tug'ilganimizda ham energiya beriladi. O'sha energiyani biza kerak emas narsalarga nima kiysam ekan, qanaqa kofe ichsam ekan, kerak emas narsalarga biz o'zimizni potensialimizni isrof qilib yuboramiz-da. Qobiliyatni aniqlashda ham shu instrument ishlanadi. Ya'ni qanaqa, nimaga qiziqasan, maza qiladigan ishlaringni ro'yxati deganimizdagi birinchi 3 tani hisobga olamiz. Chunki odam birinchi qo'ldan kelgan narsani yozadi-da, keyin uni gul bilan bezab qizil lentalarni tagiga tiqishni boshlaydi. Birinchi prям nima qo'limdan keladi, shu 3 tani yo'q. Qolgani keyin o'sha 3 ta hozir senda bor, tayyorsan, boshlashing mumkin bo'lgan narsa. Shundan boshlab qolgani уже keladi. Endi tanla uchalasini qaysi birini hozir boshlashga tayyorsan deymiz. O'shanga qarab, u eng yaqin yo'l, eng oson yo'lda. Чем anu qanaqadir pafosni yoki chiroyli joyga qarab yurgandan ko'ra qo'lingdagi bor narsani chiroyli qilishni o'rganish bu eng yaqin yo'l. To'g'ri. Bu grek filosofiyasiga ham to'g'ri keladi. Hozirgi kunda qo'lingda bor narsa bilan nima qila olasan? Men hayotimni ancha yengillashtirgan shior shu. Man har bir vaziyatda, muammoda shu savolni beraman. Men hozir nima oldingizga odam keldi, qobiliyatini aniqlamoqchi, yoshi 25 da. Voy 25. Masalan, g'arq pishgan. Uje kech qoldi, men tengalar palon piston qildi, deyapti. Birinchi qiladigan narsangiz nima? Eng birinchi qiladigan narsam unga hozir nima yoqmayotganini o'rganish. Chunki siz unga qancha zo'r instrument bering, to'g'ri. U o'ziga yoqmayotgan narsalarni olib tashlamasa, kuchi faqat o'shanga ketadi. Ikkinchi qiladigan narsam nimaga qobiliyatingni aniqlamoqchisan. Qaynonangga o'zingni isbotlamoqchimisan yo pul bermayotgan eringga ko'rsatib qo'ymoqchimisan? Mana pul topol. Unda ishlamaydi, xavotir olma. Ishni ko'p ketmaydi-ya. Bu kuchli motivatsiya, lekin undan keyin o'zingni o'sha topgan vaqtingdan 10 barobar ko'p yo'qotib qo'rasan. Misol, qobiliyatingni aniqlab daromadga chiqishingga 1 oy ketdi. Hamma vazifalarni bajarding, ishlading, instrument zo'r, lekin 1 oyda o'sha oyiga $500 topishni boshladingda, уже maqsad o'chdi-ku. Bilasizmi, gapingiz bo'ldi, men bu narsani aniq deb tushuntiraman studentlarga. Kreditga energiya olish. Kreditga olasiz-da, lekin uni to'lashingiz bor-da. Oldingiz, berdingizga energiya. Uni yillab to'laysan. Soliq bilan to'laysiz, по-любому to'laysiz. Ko'pchilik ayollar o'ch olish uchun pul topmoqchi. Kuchli anaqada bu motivatsiya. O'ch olish uchun. Mana bu og'riqlarini pul bilan uni ishlamaydi. Nabarot orqaga ketadi. Nabarot qiynaladi. Lучше organik kelish kerak bunga. Rostdan ke shu yomon atrofimdagi insonlarga emas, o'zimga e'tibor beray, o'zim menga nima yoqadi. Ovqat qilish oldin yoqardi, hozir yoqmayapti. Nimaga? Chunki hozir senga bundan отдача yo'q. Energiya to'lmayapti. Ya'ni yaxshi ko'rgan ishingni qilyapsan, lekin hech kim senga pul bermayapti, maqtov bermayapti, energiya bermayapti, sevgi bermayapti. Kelmayotgan joyga qaytib berurmaysiz-ku. Xuddi shunaqa biz hech qachon qobiliyatsiz bo'lib tug'ilmaymiz. Men bosh narsaga 100% ishonaman. Hammada bor. Uni yopamiz. Yopamiz. Yopish orqali kimgadir achchiq qilamiz. Men zo'r pishiraman, lekin qilib bermayman. Chunki sen qadriga yetmading. Vaholanki undan ko'proq energiya yo'qotamiz-da. Vot. Shunaqa. Chuqur mavzu, chuqur alam. Jiddiy mavzuga o'tkazib qo'ydingiz meni, deydi-yu.
kuchli hujumga o'tdik. Mana bu qo'rqaman. bu territoriyada biz ko'p vaqtdan beri bormiz, Barno. Misol uchun sizda kimnidir roziligi hisobiga yashash, kimnidir qosh qovog'iga qarab yashash urovinidan o'tib ketdingizda. Bizni 70% aholimiz, ayollarimiz shunga chiqib qolsa xursand. Keling, boshidan boshlaymiz bu narsani. Balki qanaqadir bir kurslar o'ylaymiz, bilmadim. Bu maktabga o'xshataman. Darsda ham shunaqa tushuntiraman-da. Bog'chaga bormay, o'zing maktabga bora olarkan, bog'chaga bormay. 1-sinfni bitirmay 2ga o'ta olmaysiz. Yo'q, o'ta olarkan yana. Bu yoqlarni kesamiz. Ya'ni maktab mumkin emas. Hozir mumkin emas, biz paytimizda mumkin edi. Qonuniy hozir sakrashlar o'tib ketdi. Men bu narsa bor-da, hozir tushuntiraman, uzoqroq konsepsiya, lekin tushunmagan odam maza qiladi-da. Masalan, teenagerlik paytidagi narsani teenagerlik paytida yashab o'tish kerak inson. Yosh bolalikda yashab o'tish kerak. Maturity, zrelost ham o'zini vaqtida bo'lish kerak. Ya'ni hamma narsa o'zini vaqtida sekin-sekin ketish kerak-da. Hop, katta bo'lish nima siz uchun? Katta bo'lish, o'sha maktabga o'xshab, men bu yer planetasi, bu dunyo hayotimizni men katta sinov plashatkasiga o'xshataman-da. Hammada o'sha 1-sinfda bo'ladigan yozishni o'rgatiladi, to'g'rimi? Harflar bilan tanishtiriladi. 1-sinf bitirasiz, 2ga o'tasiz, 2ni bitirasiz, 3ga o'tasiz. Ana 1dan 5ga sakra olmaysiz, chunki yodiy material sizga qiyinroq bo'ladi. Mana siz aytayotgan narsa, masalan, siz jamiyatda qutuvlardan ozod bo'lgan insonsiz deyapsiz, lekin bilmaysizki, men ham shu 1-sinfga borganman, keyin 2ga chiqqanman, keyin 3ga, 4ga o'sha hayotni sinovlardan men ham o'tganman. Masalan, 1 yilga viza olganman Amerikaga. Eng top universitylarga kirganman. Hammasi bepul bo'lgan, lekin menga ham ota-onam qarshilik qilgan. Men ham jamiyatda qarshiliklarga duch kelgan insonman. Bundan o'tmasak bugun bo'lmas edi. O'sha narsa ham kerak demoqchiman. Keladi. O'sha sinflarni o'tib, to'g'ri xulosa chiqarish kerak-da. O'sha xulosani olish olmayapti-da. Muammo shunda. Nimaga almashtirishyapti, bilasizmi, xulosa olishni? Kutishga. O'zidan o'zi keladi. Duo qilaman, erimga hamma narsani bersa, u menga orzuyimdagi hayotni bersin. Ответственность откладывать qilish-ku. Bu o'sha maktabda ulg'aymayotganingiz degani. Hayotga bo'lgan javobgarlikni inkor qilyapti. Xo'p, men ishonaman, rizq nasiba degan konsepsiyaga 100% ishonaman, lekin o'tirib hech narsa qilmaslikka men ishonmayman. Masalan, mana meni rizqimni erimga ko'proq qilib bersin, lekin men hech narsa qilmayman, ertaga kelib menga mashina olib beradi. Men faqat duo qilsam bo'ldi degan konsepsiyaga sal ishonmayman. To'g'ri, inson harakat qilish kerak-da. Shunaqa bo'lgan taqdirda ham xuddi siz aytgan dopaminni oladi-da, keyin o'chadi. Men aytaman, tirik va o'likning yagona farqi bu o'sayotganida. Sen tirik bo'lishing mumkin, lekin o'smayotgan bo'lsang, rivojlanmayotgan bo'lsang, sen o'lik bilan bir xil darajadasan. Ya'ni daraxt o'sadi, o'simlik o'sadi-da, hamma tirik narsa o'sadi. Inson ham o'sishi kerak va shu ehtiyojni qoplamasa, u o'zini o'likdek his qiladi. Depressiya, stress, keraksizlik hissi, bu hammasi hech narsa qilmayotganidan paydo bo'ladi. To'g'ri. Sizga energiya berilyapti-da, siz u energiyani chiqarmayapsiz. Chiqarmaganingizdan keyin u yo'q, kasal bo'lib chiqib ketadi, har xil onkologik kasalliklar. Shunaqa. Bu narsalar bog'liqligiga men ishonaman. Ulg'ayish bu mas'uliyat. Bo'ldi. Ulg'ayish bu mas'uliyat. Podkastlarni birga qilsak bo'lar ekan. Uchinchi mehmon chaqirib har shanba. Mas'uliyat olmagan inson yosh bola. Maftun etga mana 3 ta bolam bor-da. Bo'ldi, Xudo berdi bolalarni, o'zi bir nima bo'lib katta bo'lib qoladi. Yo'q, sen ona sifatida mas'uliyat olsan. To'g'ri. Bolalarim meni ko'rib ertaga nima deydi deb. To'g'rimi? Hayotiga mas'uliyat ham xuddi shu. Albatta. Narsa. Bu yosh bilan bog'liq emas. Masalan, 50 yashar insonlar bor, 60 yashar, hali ham pozitsiyasi yosh bola pozitsiyasi. Men qayerdan bilaman, yosh bolalikda ulg'ayishga hali yetib bormaganligini ko'p noliydigan insonlar. Ayblaydigan insonlar. Unaqa. Xo'p, bo'pti, senda bor narsa shu. Hozir bor. Nima qila olasan? Shu narsa bilan yig'lab o'tirganing bilan o'zidan o'zi kelib kimdir yig'lama deb bo'lmaydi. Yaxshi niyat qil, duo qil, so'ra, lekin harakat ham qil. Xuddi shu. Va ishon. Nima qo'lingdan kelsa, shundan boshlab ko'r, bo'ldi. Sendan hech kim bor institutda o'qib o'qimagan ekansan deb chiqazib yubormaydi ko'chaga. Borsan o'zingga hunar orttir, hunarsizsan, pul topolmaysan deb
просто qo'lingdan ayni vaqtda nima keladi, nima keladi. Zo'r suhbat qilasan, zo'r networking qilasanmi, bo'ldi. Bor sotuv menejer bo'l, uyda o'tirib ham sotib berishing mumkin. Да, кстати. Sen bolalaringni вот прям time managementini yorib o'rgansan. Qayerda nima qiladi zo'r. Любой joyga borib sistema qilib berishga, time managementini kontrol qilib berishga kir, seni jon deb oladi. Qo'lingdan nima keladi, uni aytgandek idealizmga tiqib qo'yish kerak emas. Men shu etapga chiqsam keyin mumkin degan narsadan qutulish kerak odam. Hozir nimadan bo'lsa ham boshlab ol. Ting yo'l sekin o'zi ochilaveradi. Xuddi shu narsani men ayollarga tushuntira olmayman. Mani misol uchun opacham 4 ta farzandi bor. Qaysi sayt, qaysi oyda skidka qiladi? Qanaqa kolleksiyalari bo'ladi? Uni kачество kategoriya suv qilib ichaverganda, men aytaman, agar sen shu turishingda odamlarga shopping qilishni o'rgatadigan oddiy onlayn kanal och, rozi bunga. Misol uchun, siz bolangiz yoshi necha? Menimcha qarang, bu yoshdagi bolalarga mana bitta skidka bor, mana bitta yaxshi kачество bor deb konsultatsiya bergin. O'shandan deylik, har bir zakaz qilayotgan kiyimidan $1 foydaga o'tir. Ya'ni har bir insonda qobiliyat ko'rar ekansiz, zo'r potensial bor. Zo'r. Buni rivojlantirish kerak. Endi mana bunaqa narsada men gapirsangiz ham o'sha inson ustozga tayyor bo'lish kerak. Inson maslahatga tayyor bo'lish kerak. Tayyor bo'lmasa, biz devorga qarab gapiryapmiz. Bekorga vaqtingiz ketdi. Bu nimaga? Bu sizni kasal qiladi, yana energiyangiz ketadi, vaqtingiz ketadi, jahlingiz chiqadi-yu. Qanaqa qilib men ko'rayotgan narsani shu inson ko'rmayapti? Неужели deb siqilasiz-ku. Shuning uchun men so'ramasa hech qachon yetmaydigan. O'z qonunlari bor o'shani hamda. Keyin sizlarning gapingiz esimga tushib ketdi. Sendan so'ragan odam hech qachon qilmaydi. Da, so'ragan odamni qiziqqan odam shundoq ham internetga kiradi, kitob tutadi, qiladi. Uni maqsadi просто aylanib o'tish, bahona qilish. Bahona qilish. Chunki haqiqiy ehtiyoj bu aytganimizdek, u chop turib ketib qoladigan ehtiyojingizda. Bu narsani men Garvardda ham free writing degan kurs bor. Men kursda qanaqa qilganman? 100 ta sabab yozasizlar. Nimaga 8 kerak? Nimaga? Kim uchun? Nimaga? Yozinglar, qani ko'ramiz. Research bo'yicha 20 minutdan keyin haqiqiy fikrlaringiz yuzaga chiqishni boshlaydi. O'tirasiz, yozasiz. 20 daqiqadan keyin o'sha jamiyat bergan narsalarni siz to'kib bo'ldingizda, zo'r narsa. To'kib bo'lganingizdan keyin boshlanadi. Qani, endi bu yog'iga aldolmayman, nima uchun qilmoqchiman? Haqiqiy fikrlar где-то o'sha 20 daqiqadan keyin keladi. Menga 100 ta sabab tashlashsa, birdan tam 30 gacha почти o'qimayman. Hisobga olmaysiz. Hisobga olmayman. Chunki u jamiyat o'qitirgan maqsadlar bo'ladi, sabablar bo'ladi. Ular ham kerak, ota-ona rozi qilish kerak, disclaimer. Просто gaplarni podkastdan noto'g'ri olib tushunish yaxshi ko'rishadi odamlar. Lekin haqiqatdan ham qalbingiz nimani xohlayotganini siz men birinchi anun to'q bo'lasizda, to'q bo'lgandan keyin u narsalar yuzaga chiqishni boshlaydi. Bu narsani aytaman, Garvardda ham anaqa practice qilishadi. Bu rostdan ham bor praktik hisoblanadi. Любой terapevt, любой psixolog menimcha hozirgi kunda yaxshi nimani tushungan inson, ong bilan ishlashni tushungan inson yozishni birinchilardan bo'lib maslahat beradi. Journal writing deydi bu narsani, jurnal sipat yozish. Buni qo'ldan yozish kerak. Andrew Huberman podkast qilgan, полностью fan bilan isbotlab beradi bu narsani ishlashini-da. Da, journal writing degan narsani bitta qonuni bor. Shunaqa yozingki, xuddi hech kim ko'rmaydigandek. Ko'pincha yozganimizda menda ham bo'ladi bu narsa. Kimdir ko'rib qolsa, yaxshi narsalar yozayman, yaxshi quz deb o'ylashadi. Voy, ota-onamni rozi qilish, bor, lekin ko'pincha biz угождать qilish uchun yozamiz-da. Maqsadlaringizni yozing 2025-yilga. Uni qilish, masalan, baliq tutib ko'rish men maqsadim. Bugun siz aytasiz, 4 yashar o'g'lingiz barrasa baliq tutib ko'rish men orzum boramiz biz. Oboringman. Shu xursand bo'lsin mispardo. Baliq tutish men orzuyim bor-ku. Lekin oxirida qo'yib yuborsam kerak deb o'ylayman, lekin baribir ham. Bor, checkpoint. Masalan, biz ham shu ish qilamiz. Da? Qaytib qolamiz. Keyin Billie Eilish konsertida tushishda ko'rgan odam, qiladigan boshqa ish yo'qmi deyish mumkin. Men nima qilay? Shuni xohlayapti ko'nglim. Shu narsani qilib ko'rgim kelyapti, to'g'rimi? Biz qancha o'zimizni yaxshi tanisak, shuncha xohishlarimiz bemazalashadi deb o'ylayman. G'alati ko'rinadi odamlarga. Lekin sizga sens qiladi.
boshqalarni qo'llab-quvvatlasang, Yo'q, o'shanda ham ayb topishadi. unda mumkin-da, lekin o'zingni xursand qilishga, katta summaga arzimagan bo'lib ko'ringan narsa, u bilmaysan uni qancha yillik orzusi, maqsadi, energiya qanaqa Qancha xayriya qilib keyin olganingizni ham bilmaydi-yu odamlar. Da, buni ham bilishmaydi. Internetda ko'rsatmadim, demak bo'lmadi degan narsa yo'q. Ko'rsatmadim, balki bo'lgandi. Siz qayerdan bilasiz? Filosofiyasini olg'a surish kerak menimcha. Miss Barno, rahmat. Sizga ham Mazza qildim. Bilmayman vaqt qanaqa o'tdi. Agar vaqt bemalol bo'lganda bundan zo'r qilardik, lekin men shu joyda sizlar bilan birga Barnoga taklif beramiz. Keyingi podkastlarimizda agar xohlasanglar izohlar qismida yozib qoldiringlar. Barno bilan kofe olib o'tirib, o'qib chiqamiz. Keyingi mehmonimiz bo'ladi va siz bilan biz birga o'sha podkast qilamiz. 3 kishiniki yana ham qiziqroq bo'ladi deb o'ylayman. Juda ham jangli fikrlar yuzaga keladi. Menimcha ham. Bo'ldi, izohlarda fikringlarni qoldiringlar. Barno bizga qo'shilsinmi? Podkastlarimizda qahramonlarimizdan biri bo'lsinlarmi, yo'qmi? Обязательно yozinglar, chunki shunga qarab qaror qabul qilar ekanlar, iltimos. Thank you very much. Thank you very much. I enjoyed our podcast. Beauty Queen.